Hurmatli kuzatuvchilar, qadariy dard va orttirilgan dard. Videoni sabr bilan, diqqat bilan oxirigacha eshitsalaring, aynan meni o'zimga yoshi kattalar qanaqangi dard bilan kelgan va ichidagi istirobini menga aytib berganligini sizlarga tushuntirib berishlikka harakat qilaman va biz yoshlar ular qilgan xatoni qilmaslikka harakat qilamiz. Boshladik. Orttirilgan dard va qadariy dard. Ha, biz aqidaviy masalada har bir ish Allohdan, qadarimizda yozilgani bo'ladi degan narsaga iymon keltirganmiz, lekin muammolardan chiqishlik uchun, muammoga kamroq kirib borishlik uchun tafakkur qilishlikka buyurilganmiz. Shu tafakkur qilishlik uchun men bu masalani ko'tarib chiqdim, bu videoni tayyorlayapman. Qadariy dard bu qanday dard bo'ladi? Umumiy qilib gapiraman, video cho'zilib ketmasligi uchun. Sog'lom turmush tarziga rioya qilib yashadingiz, lekin sizga dard keldi. Ha, bu qadariy dard hisoblanadi. Va buni juda ham yengil odam o'tkazadi. Oxirida qanaqangi yengil o'tkazadi, hammasini tushuntirib beraman sizlarga. Endi orttirilgan dardga qaysi kiradi? Qanday xohlasa shunday yashadi. Sog'lom turmush tarziga rioya qilmadi. Va buni oqibatida kelib chiqqan dard bu orttirilgan dard hisoblanadi. Endi orttirilgan dardda odam o'zini qanaqa his qiladi-yu, qadariy dardda qanaqa his qiladi? Buni menga juda ham ko'p yoshi kattalar aytib berganliklari uchun men sizlarga aytayapman. Ular qilgan xatoni biz qilmasligimiz kerak yoshlar. Orttirilgan dard bilan kelganlari shunday deyishganda, Nodirjon, sizga havasim keldi. Chunki sog'lom turmush tarziga rioya qilib odamlarni bunga targ'ib qilyapsiz. Bu juda ham yaxshi narsa. Bizning yoshligimizda bunaqa ma'lumotlar bo'lmagan. Bu bir. Bo'lsa ham juda oz bo'lgandir, biz unga e'tibor qilmagandirmiz. Uy qurib, to'y qilib, mashina olib beray, o'g'limni o'qitay deb harakat qilaveribmiz-u, sog'ligimizga qaramabmiz. Mana oxir-oqibat shuncha muammo kelib chiqdi. Endi pulim yo'q meni, ishlayman, lekin farzandlarim qilyapti menga. 5 million, 10 million pulini ishlatib klinikaga yotqizyapti, har narsalarni olib beryapti. Rahmat deb haqqiga duo qiladi, lekin meni o'zim qiynalyapti vijdonim. Agar men yoshligimdan ozgina bo'lsa ham o'zimga qarab, sog'lom turmush tarziga rioya qilganimda, men farzandlarimga hozir yuk bo'lmagan bo'lardim deb, farzandini haqiqatan yaxshi ko'radigan ota-onalar shu fikrda menga aytayapti. Endi boshqalari bor, endi shularni deb kasal bo'ldim dema, endi qaraydi-da deydiganlari ham bor, lekin yana ta'kidlab aytaman, haqiqatan farzandlarimni juda ham yaxshi ko'radigan ota-onalarda juda katta foizi qiynalyapti farzandini pullari bu tomonga ketib turganiga. Shu xatoni qilmanglar deyishyapti. Endi qadariy sog'lom turmush tarziga rioya qildi. Hammasi chiroyli bo'ldi, lekin dard keldi unga. U farzandlarini oldida ham yuzi yorug'. Chunki farzandlari ham, ha, ayam dadam imkon qadar o'ziga qarab keldi, chunki ular yoshligidan ko'rib kelganda uni. Hurmat bilan qaraydi. Maksimal yordam qiladi. Qanday yaxshi narsalarni berishlikka va u odamda o'zida xotirjamlik bo'ladi. Balarini, doktorlar yuziga yorug' yuz bilan qaraydi. Imkon qadar harakat qildim sog'lom turmush tarziga yashashlikka, lekin keldida shu narsa desa, hattoki mana vijdonli yuragidagi gapni chiqarib yuboradigan doktor, tabiblar aytsin, ularga nisbatan boshqacha muomalada bo'ladi. Hurmat nazari bilan qaraydi. Doktor, shifokorlar sog'lom turmush tarziga rioya qilib, lekin qadariy dard bilan kelgan bemorlarga boshqacha nazar bilan qaraydi. Ularga hurmat nazari bilan qaraydi. Orttirilgan dard bilan kelganlarga qaraganda. Shuning uchun harakat qilaylik, sog'likni birinchi o'ringa qo'yaylik, qolgan hammasi sekin-asta bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar.